Hammaga salom. Bugun Jamshid Himmatovni Va'dalar qo'shig'ini akkordlarini tushuntirib beraman. Xo'p, kupletga bo'linadi va naqoratga. Arpejjomiz 608 arpejjosi bo'ladi. Mana shunaqa arpejjo. 4 3 2 1 2 3. Qo'shiqning tonalnosti re minorda. Re minordan boshlaymiz. Kupletda re minor, mi bemol major, re minor, mi bemol major, sol minor, fa major, mi bemol major, keyin do minor, re minor. Shunaqa ketgan. Hasratlarim ko'kka yetar, yomg'ir yog'ar kun bo'yi, dilim yig'lar kun bo'yi. Naqorat qismi bunaqa ketadi. Va'dalar berildi, yolg'on yolg'on, sevgini bilmagan u yoron yoron, yurakda qoldi-ku armon armon, bu dardga bormikan darmon darmon. Qanaqa akkordlar ketyapti? Re minor, yolg'on yolg'on, sevgini bilmagan, re major bor shu yerda. Keyin u yoron yoron, sol minor, yurakda qoldi-ku, mi bemol major, armon armon, bu dardga do minor bormikan darmon darmon. Demak, kuplet naqoratga razbor qildik. Agar solas kerak bo'ladigan bo'lsa, kommentariyalarda yozib qoldirsangiz, uni ham razbor qilib beraman. Solas qanaqa chalingan, qanaqa millizmlar ishlatgan, iloji boricha keyingi qanaqa qo'shiqda razbor qilish kerak bo'lsa, mabodo qaysidir qo'shiqda akkordlarga qiynalayotgan bo'lsangiz, bemalol kommentariy orqali murojaat qilishingiz mumkin. Keyingi qo'shiq aynan siz xohlagan qo'shiqda akkordi bo'lishi mumkin. Kanalimni kuzatib boring. Podpiska tashlang, like, komment, podдержка uchun juda xursand bo'lardim.